Beraka. O'g'lim bacham beraka. Necha yoshdansiz? 17. Buni boshqarish uchun ana kechasi ana bunaqa kiyish kerak-da. Ha. Ha? Sifati. Saxovat peshalardan bor ekan. Ha? Saxovat peshalardan bor ekan. Nima deding o'zi? Saxovat peshalardan bor ekan. Saxovat peshala deysanmi? Gap yo'q. Biza beminat. Просто kechasi yurgan payting buni kiyib yurgin-da doim. Bu nima uchun kerak o'zi bilasan? Ammo har joyda ana bu gavar nur qaytaradi. Nur qaytaradi. U kimdir men borligimni masalan bilishi uchun. Ha, rahmat. Lekin bunda svet bor-ku, o'sha ko'rinish uchun bu ham. Yo, mayli, bu ham kerak, lekin bu orqadan ko'rmaydi-ku svetni, ana. Orqadan kelayotgan mana buni ko'radi. Mayli, u stop maydacha, bu juda ham xavfsiz-da. Bugun 2025-yil 28-fevral, Mo'x Ramazon kirib kelishi munosabati bilan bugundan boshlab Buxoro viloyatining barcha masjidlarida, ya'ni jami 103 ta masjidlarda taroveh namozlari o'qiladi va shu munosabat bilan Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan velosipedda, samokatda kelgan haydovchilarga nimchalar tarqatilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad tungi vaqtda harakat xavfsizligini ta'minlash va velosiped bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish hisoblanadi.